Adasi qarang, men odamga yordam berib keting. Benzin so'rayaptilar shekilli. Assalomu alaykum aka. Benziningiz yonmabog'da? Bor benzinim, hozir beraman aka. Rahmat aka. 1 soatdan beri turibman. Shuncha mashina o'tdi, bittasi ham yordam bermadi. Rahmat. Yaxshi kunlaringizni qaytaring. Yaxshi kunlarimda deng aka. Qiziq bo'ldi-yu, men Toshkentlik bo'lsam, siz Denovdan bo'lsangiz, qachon bir qaytarishingizni kutaman-da, endi yashab yurar ekanman-da. Bundan ko'ra duo qilib qo'ying aka. Gaplashamiz, sog' bo'ling. Aka, yer dumaloq. Ko'rishamiz. Sen bilan qayerda ham ko'rishardim. Adasi, yo'l bo'yi hech narsa olib bermadingiz. Qornim ochib ketdi. Qarang, mana bu o'zbegim lavash bor ekan. Ovqatlanib olaylik. Fast food yeysanmi? Yaxshiroq joyga boramiz. Yo'q, fast food imkoniyati yaxshi-ku, kirib ko'raylik. Jonga tegdi boring, jo'lilaring. Bunaqa tez-tez. 8 soat ketish kerak hali. Samam yoqqa o'tira qol, anta bolalar bor ekan. Men bu yerda o'tiraman. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun sizlarni girgittoninglarmi? Mana menyu. Nima zakaz berasizlar? Girgittonga alohida 5 lekin. Bora nima yeysan tez-tezlarlar? Menga bitta обычный lavash, keyin free. Sizchi? Menga o'zbegim burger bilan, menga ham bitta free, xo'p? Xo'p, hozir 5 daqiqada olib kelib beraman. Mana bu frilar. Mana bu lavashingiz. Mana burgeringiz. Rahmat. Mana polvon kishkan. Ularmi? Xo'jayinimizlar. Damaschiman. Ha? Adasi go'shtlari ham zo'r ekan. Menga yoqdi. O'zi go'sht makon turgan bo'lsang Surxondaryoda. Ba'zi bir joylarga o'xshab muzlatilgan go'shtdan qilishmas ekan. Ol. Yaxshi o'tirdinglarmi? Burgerlarimiz yoqdimi? Da bizga yoqdi. Shotimizni ish bilib o'tdi. Sizlar shotinglar 2 soat oldin to'langan ekan. Kim ekan u bizdan shotimizni to'lagan odam? Boyagi damaschi boshlig'imiz. Ha, aytgancha, yer dumaloq deb aytib ketdingiz. Men qarang. Men u odam tanishingizmi? Nimaga bizdan shot yopadi? Boya benzin tashib ketdi bittasiga. Ha? O'sha shot xo'jayini ekan. Dunyoning qizoligini qara. O'rtoqlar, bu dunyo qaytar dunyo. Yaxshilik qilishdan to'xtamasdan harakatni bosaveramiz. Agar video sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. O'zbegim lavashi taklif qilib qolamiz. Joninglar sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Surxondaryoliklar bitta podeshkani buzib yuboramiz. Denov qani bitta ko'ringlarchi.